Hurmatli talabalar, bugungi amaliy mashg'ulotimiz boshlashimizdan oldin men sizlar bilan 1 2 3 4 5 6 metodidan foydalanib o'tgan mavzu haqida suhbatlashamiz. Biz o'tgan mavzumizda bu metodimiz orqali uyga vazifadan foydalanamiz va o'tgan mavzuni bir takrorlab olamiz. Demak, bugungi dars amaliy mashg'ulotimizni bugunning darsimizning shiori o'qituvchi hamisha yaragil xalq xizmatiga, bezak bo'l olami odamzod zotiga. Demak, bugungi amaliy mashg'ulotimizda so'roq belgilarini qo'ydik, chunki bugungi mavzumizning bu sirli mavzu bo'lib, o'shani topishga harakat qilamiz. Demak, bugungi mavzumiz amaliy mashg'ulotimiz boshlang'ich ta'limda didaktikaning maqsad va vazifalari.